Hozirgina o'rtoqlar, mana shu orqamdagi studiyada taqdimot bo'ldi. Taqdimotdan chiqib kelyapman. Ushbu taqdimotda Canon kompaniyasi o'zining yangi apparati Canon EOS R6V apparatini taqdimotini o'tkazdi. Ushbu taqdimotda qatnashib, katta taassurotlarga ega bo'lib, apparatni ishlatib ko'rib, sinovdan o'tkazib, uni ishodniy materiallarni fleshkalarga yozib olib chiqdim. Xullas, taqdimot zo'r bo'ldi. Mana bunday sovg'alar ham olishga muvaffaq bo'ldim. Xullas o'rtoqlar, mana shu taqdimot qanday o'tganligini sizlarga to'liq qo'yib beraman. Videoni ko'rib, like bosib, kommentariylar qoldirasiz. Faqat videoni sifatiga rozi bo'lasiz, chunki telefonga oldim. Sababi men endi bilasiz qanaqa kamera ishlatishimni bilasiz. Shuning uchun men ushbu kameramni olib kelgandim. Bu yerda u kamerada syomka qilishga ruxsat berishmadi, chunki bu Canonning taqdimoti faqat endi boshqa kameralar ishlatish mumkin emas-da. Shuning uchun telefonda syomka qilishga majbur bo'ldim. Endi videoni sifatiga rozi bo'lasizlar. Ketdik. Ushbu taqdimot Toshkent shahridagi Nur studiyasida bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar esa Fototrade do'koni hamda Canonning O'zbekistondagi rasmiy vakillari hisoblanadi. Avvalambor ushbu taqdimotga meni taklif qilishganlari uchun ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbirimizning birinchi va eng muhim qismi maxsus taklif etilgan mehmon Vena shahridan tashrif buyurgan Canon kompaniyasining rasmiy vakili chiqishi bilan boshlandi. U o'z nutqida Canon brendining so'nggi yillarda erishgan yutuqlari, sohadagi transformatsiyalar va zamonaviy linzalar texnologiyasi haqida juda atroflicha ma'lumot berib o'tdi. Shundan so'ng barcha sabrsizlik bilan kutgan asosiy qahramon Canon EOS R6V kamerasining texnik imkoniyatlari, yangi funksiyalari, xarakteristikalari batafsil taqdim etildi. Ishonch bilan aytishim mumkinki, kompaniya bu gal ham ijodkorlar talabini to'liq his qilgan holda yondoshgan ushbu kameraga. Taqdimotning ikkinchi qismida tashkilotchilar muhitni biroz qizdirish va ishtirokchilar bilimini sinash maqsadida interaktiv savol-javob konkursini o'tkazishdi. Foto va video olamiga oid qiziqarli savollarga to'g'ri javob bergan eng faol ishtirokchilarga Canon brendining brendlangan esdalik sovg'alari hamda maxsus merchlari ulashildi. Albatta, ushbu konkursda men ham chetda qolmadim, qatnashdim va bitta savolga to'g'ri javob berib, Canonning esdalik sovg'asini qo'lga kiritdim. Bu esa uchrashuvga alohida ko'tarinki ruh bag'ishladi. Как расшифровывается название Canon? Слово Canon обозначает, если не ошибаюсь, в японском слове там кванон есть, да? Такой бог есть, бог милосердия и такой, да, кванон. От этого слова пришло название, потом немножко поменяли. И Никто не ответит на это. смотрите, и они потом немножко изменили это слово, потому что они хотели зайти в рынок Америки, вот западный рынок, и там вот это слово Canon как пушка, да, вот сюда он... Это слишком подробно. Да, ну это я читал это. Спасибо. Спасибо вам. Богиня. Я поправлю, что Бог, а богиня. Причем это была такая секта, если прочтете, там очень интересная история. Va nihoyat tadbirning eng hayajonli 3-qismi boshlandi. Bizga Canonning eng so'nggi apparatlarini, jumladan yangi R6V modelini va top darajadagi RF obyektivlarini shaxsan ushlab, amaliyotda sinab ko'rish imkoniyati berildi. Men ham kamerani o'z qo'limga olib ishlatib ko'rdim. O'rtoqlar, Canon EOS R6V apparatini O'zbekistonda birinchilar qatorida ishlatib ko'rish imkoniyati, mana shuni qo'limda ushlab ko'rish, ishlatib ko'rish imkoniyati menga ham mana nasib qildi. O'sha navbatma-navbat beryapti mana shu prezentatsiya ishtirokchilariga. Hozir oldim mana apparatni va ishlatib ko'rib, hozir fleshkalarimni qo'yib, buni ishodnik videolarini ham olaman, sizlarga taqdim qilaman. Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, o'rtoqlar, ushbu apparat haqida qisqacha aytib o'tib ketmoqchiman. Vaqt juda ham kam. Xullas,
Bu apparat ko'proq video makerlar uchun, kontent yaratuvchilar, blogerlar uchun ataylab ishlab chiqarilgan model hisoblanadi. Xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, bu yerda Canon EOS R6 Mark 3 hamda C50 modelidagi matrica turibdi. O'shalar bilan matritsasi bir xil. 32 megapiksellik matrica turibdi. Ushbu apparatni eng maksimal videoga olish sifati 7K RAW formatda 60 FPS gacha syomka qila oladi. Shuningdek, 7K 30 FPS da OpenGate formatida ham syomka qila oladi. OpenGate nima desangiz, OpenGate da misol uchun odatiy videolar 16:9 formatda olinsa, matrica, masalan, matrica 3:2 formatda bo'ladi-da, lekin videoda ko'p kameralar 16:9 formatda olinadi. OpenGate esa bu butun matrisadan syomka qilinadi video. Matritsani mana shu polniy formatda video olinadigan, siz keyin u videodan xohlasangiz vertikal formatga, xohlasangiz gorizontal formatga u videoni montajda o'zingiz o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi funksiyamiz, bu apparatda IBIS bor, ya'ni matrichni stabilizatsiyasi bor o'zida. Ya'ni matritsasi men hozir ham bunday qilsa o'ynab turibdi. Ya'ni o'sha siz qo'lingizda syomka qilishingiz uchun, kadrlaringiz tekis chiqishi uchun matrichni stabilizatsiyasi bor. Undan tashqari qo'shimcha elektronli dasturiy stabilizatsiya funksiyalari ham bor. Keyingi yana funksiyalardan 4K formatda, 4K da 120 FPS gacha cropsiz syomka qila oladi. Ya'ni crop bo'lmaydi. 4K 120 da tep-tekis syomka qiladi. Keyin C-Log bor, C-Log Canonda o'sha C-Logda 2, C-Log 2 hamda C-Log 3 da ham syomka qila oladi. Siz unda o'sha kadrda maksimalniy o'sha dinamik diapazonlar bilan maksimal sifatda olib, keyin uni dasturda, programmalarda qayta o'sha обработка qilishingiz mumkin bo'ladi, rang berish uchun-da C-Loglar. Bu o'sha eng asosiy funksiyalardan bittasi edi. Yana keyingi funksiyamiz bu funksiya emas, endi bu qulayligi desak, bu to'g'riroq bo'ladi. Apparatda o'zida sovutish tizimi bor. Ya'ni buni ichiga o'ziga cooler qo'yilgan. Apparat o'sha issiq sharoitda yoki o'sha xullas qizib ketmaslikni oldini olish uchun ichida cooleri bor. O'rtoqlar, bu mana EOS R6V ni mana ko'rishingiz mumkin. EOS R6V ni korpusi mana shunaqangi ko'rinishga ega. Canonga noodatiy bo'lgan korpusda umuman yangicha form faktorda qilingan. Mana oldida ko'rishingiz mumkin rek tugmasi bor. Mana RV degan yozuvlar hamda mana bu yerda zapis ko'rsatib turuvchi knopkacha, nima desam, lampochkacha bor. Bu tarafda razyomlari mikrofon uchun, naushnik uchun, distansionniy boshqarish hamda bu yerda HDMI porti bor. Mana HDMI porti katta, Type-C porti bor, Type-C porti. Bu yo'g'i coolerda issiq havo chiqadigan joyi. Tagi mana shunaqangi ko'rinishga ega. Bu coolerda yaxday havoni tortadigan joyi. Bu tarafi, mana old tarafda ko'rishingiz mumkin, juda ko'p knopkalar bor, juda ham. Xullas, men asosiy e'tibor qilgan tarafim juda ham ko'p knopkalar qilingan. Sanab chiqsangiz nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hozir mana buni yopib qo'ying-da, shunga fokus qochyapti-da. Xullas, knopkalar juda ham ko'p. Mana bu yerda joystick ham bor, mana joystick bor. Fokus zonalarni tanlash uchun juda ham qulay narsa. Keyin Canonda bilasiz, mana bunaqangi aylantirgichi bor mana bu yerda. Bu birinchi marta mana shu R6V da mana shu aylantirgich knopkani mana bosiladigan qilgan. Masalan, chapga, o'ngga, tepaga, pastga bossangiz bo'ladi. Mana bu bosiladi. Siz bularga ham o'zingiz xohlagan funksiyani qo'yishingiz mumkin-da. Mana bu yerda ham bitta knopka bor. Tepadan foto, video rejimini tanlaysiz. Bu yerda menyu, bu yerda rejimlarni tanlash aylantirgichi. Bu yerda yana bitta aylantirgich bor. Diafragma videochkalar uchun yana bitta mana aylantirgich bu yerda bor. Mana bu yerda rocker tugmasi bor. Mana agar zoom obyektivlar bo'lsa, power zoom obyektiv bo'lsa, siz mana bu orqali tekis, mana plavni, uzoq, yaqin zoom in, zoom out qilishingiz mumkin. Xo'sh, bu tarafida o'sha odatiy fleshkalar uchun slot, ikkita fleshka qo'ysak bo'ladi. Bu o'sha SD fleshkalar hamda CF Express fleshkalarini qo'yish mumkin. Ikkita fleshka ketadi. Yana bitta mana bu joyi vertikalniy syomka qilish uchun rezba bor. Apparatni hech qanday masalan qo'shimcha narsalarsiz korpusiga
bu yerga kletka qo'ymasdan mana shuni apparatni o'zini shuni qo'yib mana shu yerga rezba bilan siz bunaqangi vertikal videolarni olishingiz mumkin bo'ladi. Korpusi menga yoqdi, juda ham zo'r qilingan, korpusi moshina qilingan. Batareykamiz odatdagidek mana batareyka odatdagi LPE6P batareykasi. O'rtoqlar, mana bu Canonda yangi obyektivi 20 ga 50, diafragmasi f4. Yaxshi, zo'r obyektiv bu ham. LK, mana ko'rishingiz mumkin, qizil polosali, stabilizatsiyasi bor, USM motorli hamda power zoomli. Buni eng qiziq tarafi o'sha power zoomi bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bunday qilib siz zoom out, zoom in qilishingiz mumkin, ya'ni uzoq, yaqin qilishingiz mumkin. Agar buni yana sal qattiqroq bo'lsangiz, mana bu yoqqa o'tadi. Shu bilan qo'lda masalan 20 dan 50 ga o'tkazsangiz bo'ladi. Obyektivchi ham zo'r obyektiv. Har qanday sharoitga bo'ladi-da, 20 mm shirokiy kadrlar olib beradi, 50 metr, masalan 50 talik qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Diafragmasi o'zgarmaydi. Rezbasi 67 mm. Bu obyektiv ham mana shu R6V bilan birgalikda o'sha kit bo'lib chiqyapti. Ya'ni korobkasidan mana shu obyektiv bilan birga olishingiz mumkin-da. Men bunga flashkamni qo'yib zapis qildim. Lekin afsuski OpenGate'da faqat 25 FPS da syomka qildim. Sababi meni flashkam V60 flashkada, u bunda OpenGate, ya'ni 7K format OpenGate'da 60 FPS da syomka qilish uchun bunga juda ham boya скоростной flashka bor-ku, CF Express ana shunaqa flashka kerak bo'lar ekanda. Shuning uchun agar OpenGate 7K 60 FPS olaman desangiz, shunaqangi qimmat CF Express flashkalardan olishingizga to'g'ri keladi. Mana bunaqangi V90 va 60 flashkalarga уже yozmaydi. Xuddi shunday 4K 120 FPS da ham olmaykan. Unga o'sha kuchli, qimmatroq, скоростной, tezligi katta bo'lgan flashkani olishingiz kerak. Canon EOS R6V apparatiga yozib olingan original kadrlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni mana shu silka orqali o'tib yoki QR kodni skaner qilish orqali Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli hamkasblar, bu fotoapparat haqidagi meni dastlabki fikrlarim edi. Men bu apparatni bor yo'g'i bir martagina ishlatib ko'rdim. Lekin taassurotlarim yaxshi. Menda yaxshi taassurotlar qoldirdi ushbu apparat. Endi bu apparat haqida men to'liq bir fikr ayta olmayman hozircha, chunki buni fikrimda, masalan, tavsiyamda aytishim uchun uni uzoq muddatga olib, ishlatib ko'rib, sinovlardan o'tkazish kerak. O'shandagina men sizlarga o'zimda o'sha to'liq fikrimda apparat haqidagi tavsiyamni aytishim mumkin bo'ladi. Taqdimot juda mazmunli, do'stona va eng muhimi tajriba almashishga boy tarzda o'tdi. Bunday tadbirlar sohamiz rivoji va hamjamiyatimiz shakllanishi uchun juda muhim. Xo'sh, siz Canonning ushbu kamerasiga qanday baho berasiz? Uzoqlarda o'z fikringizni qoldiring. Videoga like bosish shart emas, kanalga obuna bo'lish ham shart emas, shunchaki duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.